O'zbekiston hududidagi 3 nufuzli harbiy oliygohlardan biri, ya'ni Ichki ishlar akademiyasi, Davlat xizmat akademiyasi va Jamoat xavfsizligi universiteti. Bulardan qaysi biriga topshirish bilmayapsizmi? Hozir sizlarga qo'limdan kelgancha maslahat berishga harakat qilaman. Birinchisi, Ichki ishlar akademiyasi. Ya'ni siz agar kiber xavfsizlik bo'yicha yoki post patrul tizimlarida yoki tezkor qidiruv xodimi bo'lmoqchi bo'lsangiz, aynan ushbu oliygoh siz uchun. Bu yerda sizni jamoa bilan ishlashga, aynan kriminalistika qobiliyatlarini rivojlantirishga yoki bo'lmasa aynan shu holatlarda qanday ishlab turishga, aynan shu sohalar mutaxassislari tarbiyalashadi. Ikkinchisi bo'lsa, bu davlat xavfsizlik xizmati. Bu oliygoh O'zbekistonda bilamiz, eng maxfiy oliygohlardan biri sanaladi. Ya'ni siz ushbu oliygoh bitirganingizda 4 yil o'qish mobaynida maxfiy xizmat ofitseri bo'lib chiqasiz va sizda bu oliygohni o'zini sohalari bo'yicha mutaxassis aylantiriladi. Sohalari ko'pincha noma'lum, ya'ni ichkariga kirgandan keyin birinchi kurs umumiy, ikkinchi kursdan sohalarga bo'linib tanlanadi. Uchinchisi bo'lsa, bu Jamoat xavfsizligi universiteti. Ushbu oliygoh asosan jamiyatga yaqinroq bo'lgan, ya'ni sohadir, ya'ni jamiyatni ichiga kirib borasiz va mahalla sohalaridan boshlab jamoaviy ishlash boshqarmalari boshliqlari lavozimigacha ko'tarishingiz mumkin. Jamoat xavfsizligi universitetida hozirgi til bilan aytganda Milliy gvardiya tizimlari, ya'ni ushbu oliygohning ham 10 dan ortiq sohalari mavjud. Va siz ushbu sohani tanlab 3 yillik yoki bo'lmasa 4 yillik sohalarda o'qib, tegishli mutaxassis bo'lib yetishib chiqasiz. Va bundan tashqari Ichki ishlar akademiyasining yo'nalishlari bo'yicha yoki bo'lmasa Jamoat xavfsizligi universiteti, Ichki ishlar vazirligi tegishli sohalarida diplomlar ikkita beriladigan bo'ldi. Ya'ni sizlarga birinchi o'zingizda harbiy soha bo'yicha diplomingiz, ikkinchisi bo'lsa yurist diplom beriladigan bo'ldi.